Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar va yaqinlar. Mana bugundan boshlab 0 dan Forbinax 12 ta mavzusini sizlarga o'tib beramiz. 12 ta mavzuning ichida faqat bazaviy bozorga kirish va bozor holatini o'rganish bo'ladi. 12 ta mavzuni yakunidan keyin borib, polniy strategiyalarni xudo xolisa joylab boramiz. Bugun birinchi darsimiz 3 ta mavzudan iborat bo'ladi. Broker, birja, trader mavzusi. Mana shu mavzuni xudo xolisa to'liq tushuntirib beramiz va keyingi darslarga sekin astalik bilan o'tamiz. Bizning har bitta darsligimiz kamida bitta, ikkita yoki 3 ta mavzudan iborat bo'ladi. Shu sababli ketma-ketlikda iloji boricha ko'rib boringlar. Hammaga omad. Unda biz darsni boshladik. Bugun birinchi mavzuyimiz birja mavzusi bo'ladi. Birja bu nima? Birjani bozor deb olsak bo'ladi. Nimaga asoslanadi? Sababi birjada har xil tovar, produkt, mahsulotlar bor. Biz ularni sotib olib sotishimiz mumkin. Har bitta davlatda o'zining birjasi bo'ladi, o'zining bozori bo'ladi. Amerika, Rossiya, O'zbekiston, Ukraina farqi yo'q. Har bitta davlatda, lekin biz asosan Amerika fond birjasida savdo qilamiz. Bunga asosiy sabab shundan iboratki, u yerda bozor volatilность, ya'ni bozor harakati stabil holatda bo'ladi. Shu sababli ham biz Amerika fond birjasida savdo qilamiz. Xo'p, birjada mahsulotlardan keladigan bo'lsa, ya'ni savdo qilishimiz mumkin bo'lgan narsalar. Birinchisi valyuta bozori. Dunyo valyutasi bilan, ya'ni O'zbekiston hatto so'mi bilan, dollar, yevro, asosan biz ishlaydiganimiz dollar bo'ladi, yevro, GBPY, chet elli valyutalari bo'ladi. Ularning qiymatini hisobiga savdolarni amalga oshiramiz. Uni sotib olib O'zbekistonga olib kela olmaymiz. Biz faqatgina shartnomalar asosida, ya'ni buy sell shartnomasi asosida savdolarni amalga oshiramiz. Ikkinchisi qimmatli metallar, ya'ni bunga tilla, kumushlar kiradi. Biz shularning qiymatiga ham savdolarni amalga oshirsak bo'ladi. Undan keyingisi uchinchisi qimmatli qog'ozlar, ya'ni aksiyalar. Aksiya biror bir kompaniya yoki korporatsiyani qimmatbaho qog'ozi hisoblanadi. Biz ularning hisobiga savdo amalga oshirsak bo'ladi. Undan keyin to'rtinchisi Brent-Win mahsulotlar. Brent-Win mahsulotlarga neft, gazlar kiradi. Biz buni qiymatiga ham savdolarni amalga oshiramiz. Beshinchisi kriptovalyuta. Ya'ni kriptovalyuta hamma eshitgansizlar, Bitcoin, Ethereum yoki shunga o'xshashlar. Biz mana shularni sotib olib, sotib bozorda savdo qilamiz. Endi birinchi bozor nomi bu Forex. Forex asosan valyuta ayirboshlash bozorida bo'ladigan bo'lsa, lekin mana shu mahsulotlar hammasi bor. Biz Forexni sotib olib O'zbekistonga olib kela olmaymiz, boya aytib o'tgandek qiymatni hisobiga savdoni amalga oshiramiz. Ya'ni 1000 so'm paytida sotib olib 1200 so'm paytida sotamiz. Yokida 1200 so'm payti sotib olib 1000 so'm bo'lganda sotib daromad qilamiz. 1000 so'mdan sotib olganimizni 1200 ga ko'tarilsa 200 so'm daromad bizaniki bo'ladi. 1200 so'm paytida sotib olib 1000 so'mda sotsak ham 200 so'm daromadimiz bo'ladi. Lekin narx tushishiga bu sal g'alati, qanaqa tushuntirish mumkin, qimorga o'xshab qolyapti deyshadi ko'pchilik. Buni valyutchilarga taqqoslasak bo'ladi. Ya'ni siz o'rtog'ingizdan 100 dollar oldingiz, siz o'rtog'ingizga 100 dollar qarzsiz. O'sha paytda 100 dollar qiymati 1 million 200 ming so'm edi. Siz o'rtog'ingizga 1 million 200 ming so'm emas, 100 dollar berasiz. Nimaga? Sababi siz undan 100 dollar oldingiz. Hayotiy olib qarasak. Va bozor birjani o'zida kutamiz, 100 dollar narx qiymati 1000 so'mga tushgan paytda o'rtog'imizga yana 100 dollar qarzimizni beramiz va bizda 200 so'm orada foydamiz qoladi. Narx tushishiga savdoni xuddi shunaqa tushuntirsak bo'ladi. Endi bozorning ikkinchi turi bor. Bu aksiyalar. Aksiyalarning ham turlarga bo'linadi. Biror bir kompaniyaning aksiyasi bo'lishi mumkin yoki bir necha kompaniyaning aksiyasi bo'lishi mumkin. Bitta kompaniyaning aksiyasiga kelsa, Apple, Tesla yoki shunga o'xshash bozorlarning aksiyasini olsak bo'ladi. Bir necha kompaniyaning aksiyalariga esa S&P 500, Nasdaq 100, US 300. Bular kompaniyalarning yirik gibrid kompaniyalarning aksiyasini yig'indisi hisoblanadi va bularni hammasini o'rtacha narx qiymati hisoblanadi. Ya'ni misol tariqasida oladigan bo'lsak, xo'p, S&P 500 ni misol qilib olamiz. S&P 500. Bu 500 ta yirik kompaniyaning aksiyasi misol tariqasida. Buning ichida olaylik, mayli Tesla kompaniyasining aksiyasi bor. Tesla kompaniyasining aksiyasi misol uchun 10 ming dollar bo'ladigan bo'lsa, bu yerda oddiy yana qanaqadir kompaniyaning aksiyasi bor. Uni narxi 100 so'm. Mana shu oraliqdagi o'rtacha narx qiymati bo'ladi. Ya'ni o'rtacha narx qiymati olsak, 1 dan boshlab 10 minggacha orada 5 ming narx bor. To'g'rimi? Mana shu 5 ming hozirgi narx bu
o'rtacha narx hisoblanadi va bozorni 500 ta kompaniyaning yig'indisini o'rtacha narxini chiqarib bergan holati bo'ladi. Biz shuni bozorda kuzatgan holda savdo amalga oshirishimiz mumkin. Ikkinchi aksiyamiz bu S&P 500 deb olsak bo'ladi. US 300 olsak bo'ladi. Amerikadagi 300 yirik kompaniyaning aksiyasi. Ya'ni mana shu 300 ta kompaniyani aksiyasini eng yuqori va eng pastki narxini o'rtacha qiymatidan chiqargan holda mana shu qiymatni biz grafikda ko'rishimiz mumkin bo'ladi va shu asnoda savdolarni amalga oshiramiz. Nasdaq 100 bu ham 100 ta kompaniyaning aksiyasi hisoblanib, uni ham shu 100 ta kompaniyani o'rtacha narx qiymatini chiqarib, shu o'rtacha narx qiymati grafikda ko'rinadi. Biz uni qadrlanib, qadrsizlanishiga savdolarni amalga oshiramiz aksiyalarda. Ana undan keyin albatta bu gaplarni hammasini iloji bo'lsa daftaringizga ko'chirib olinglar. Sababi shundan iboratki, bular hammasi o'zingizga qancha ko'p ko'chirsanglar, miyada shuncha ko'p qoladi. Uchinchisi kriptovalyuta. Kriptovalyuta bu nima? Kriptovalyuta bu elektron hamyon bo'ladi. O'zi perevodi qiladigan bo'lsak, bu haqida ko'pchilik, ya'ni kriptovalyuta deganda birinchi bo'lib miyasiga Bitcoin keladi. Bitcoin. Bu nima o'zi? Nima uchun kerak degan savolga javob, bizda bank bor. Biz hamma amaliyotni bank orqali amalga oshiramiz. Pul o'tkazmasi bormi, sarmoya qilish bormi, yoki bo'lmasa boshqa xohlagan narsalarimizni через bank orqali qilamiz. Bitcoin ham bank, faqat bu havodagi bank. Sarmoyani ham bu orqali qilishimiz mumkin, pul o'tkazmalarni ham bu orqali qilishimiz mumkin, boshqa turli operatsiyalarni amalga oshirishimiz mumkin. Bu ham bank. Endi har bitta bankka, ya'ni insonni yashash umri bo'lgandek, buni ham umri bor va buni umri misol uchun tugagandan insonning umri misol uchun 100 yil bo'lib, yil o'tgan sari yosh qo'shilsa, bunda matematik algoritm bor. Mana shu matematik algoritmni yechib bo'lgandan keyin bu to'xtaydi. O'sha paytda misol uchun 200 mingda to'xtasa, narx bo'ldi 200 mingdan qimmat bo'lmaydi. Va odamlarga narx tebranishi kerak. Narx tebrangan harakatdan insonlar daromad qiladi. Shu sababli ham pastda kichkina kriptovalyutachalar bor. Mana shu kichkina kriptovalyutalarga insonlar investitsiya qilishni boshlaydi. Siz o'sha paytda emas, hozirdan qilishni boshlasangiz, qilib qo'ygan aksiyangiz keyinchalik sizga katta daromad olib kelishi mumkin. Buni Bitcoin misolida ko'rsatishim mumkin. Sababi Bitcoin birinchi chiqqanda o'sha $1 bo'lganda ko'pchilik ishonmagan. Mana hozirgi kunda 1000 necha pul turibdi? 107 mingmi? $107,000 qiymatda turibdi. Biz ham mana shu orqali savdolarni amalga oshirishimiz mumkin. Xo'p, sizlar o'rgangandan keyin asosan Forexda savdo qilasizlar. Sababi shundan iboratki, Forexda har kunlik stabil daromad qilsa bo'ladi. Daromad turlari har xil bo'linadi. Kunlik bor, oylik bor, yillik bor. Ko'pchiligiga oylik bilan yillik daromadga ko'nikmaydi. Sababi ko'proq daromad kerak, tezroq daromad qilish kerak. Buni yo'li asosan ikkita yo'li bor. Birinchisi kriptoda, ikkinchisi Forexda. Xo'p, kriptoda savdo hozir bilasizlarki, O'zbekistonda ancha-muncha cheklovlar bo'lganligi sababli ham bundan ko'p odam foydadan ko'ra zarar qilish ehtimoli yuqori. Va shu sababli ham bizda bitta variant Forex bor. Forexda aytib o'tganimdek, qadrlanib, qadrsizlanishiga savdolarni amalga oshirib, biz daromad qilishimiz mumkin. Agar stabil bozor holatini o'rganib, darsni mukammal o'rganadigan bo'lsanglar, bemalol kuniga 10% dan 30% gacha ham daromad qilishingiz mumkin, xohlagan depozitdan. Bunga faqatgina darsni yaxshilab kuzatishingiz hamda bozor ko'proq o'rganishingiz kerak bo'ladi. Bu birinchi mavzuyimiz edi, birja. Keyingi mavzuda Xudo xolis ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.